Assalomu alaykum, hurmatli Ideal Texna kanali obunachilari. Mana bugungi video obzorimizda FAV Tiger V, ya'ni samospal modelini obzor qilib o'tamiz. Yuk mashinamizni motor qismini ko'rsatib o'taman. Motorimiz 160 ot kuchlik Vichay apparat motor hisoblanadi. Ya'ni bunda gaz o'rnatsangiz bo'ladi, metan, propan gazlarni bemalol o'rnatsangiz bo'ladi. Endi balon qismini aytadigan bo'lsak, 20 dyumlik anchagina katta balon o'rnatilgan. Bu tormoz tizimi ham воздушный обез tizimi bilan jihozlangan, ya'ni havo обез tizimi bilan jihozlangan tormoz tizimi. Bu joyimizga metan, propan balonlarni bemalol o'rnatishingiz mumkin. Soni ham ko'pgina qo'ysangiz bemalol joylashadi. Mana endi sizga mashinaning kabina qismini ko'rsatib o'taman. Qani ketdik. Mana ko'rishingiz mumkin, mashina anchagina qulay ishlangan va o'rindiqlar ham masofasi, rul bilan o'rindiq masofasi anchagina keng. Buni o'zingiz vazingizga qarab mo'ljallashingiz mumkin. Anchagina keng oxirga qo'yganda, vazni og'ir, katta odamlar ham bemalol haydashi mumkin, buni qiynalmasdan. Mashinada ikki xil signal bor, ya'ni shahar tashqarisida, shahar ichkarisida, ya'ni baland, past signalni ko'rishingiz mumkin. Rushnoy tizimga keladigan bo'lsak, qo'l tormozi havo tizimi bilan ishlaydi, ya'ni воздушный tormoz ko'rishingiz mumkin. Va skorsiga keladigan bo'lsak, uzatmalar qutisi 8 ta, понешний, повешенный. Ya'ni bu yukli, yuksiz vaznda harakatlanishga qulaylik yaratib beradi. Magnitofon tizimiga keladigan bo'lsak, Bluetooth, AUX и USB portlari bor. Bunda haydovchilarimizga bemalol muzikalar eshitib harakatlanishga yordam beradi. Uzoq yo'lga harakatlanadigan haydovchilarimiz uchun orqada bir kishilik spalniy yotoq joylari mavjud. Bu yotoq joylarida anchagina gavdali odamlar ham bemalol siqishi mumkin. Yumshoq anchagina bemalol dam olib hordiq olishi mumkin. Mashinamiz rama qismiga keladigan bo'lsak, ko'rishingiz mumkin 2 qavatlik ramadan ishlatilgan baquvvat rama hisoblanadi bu.